PUBG yoki Free Fire anchagina vaqtdan beri bir-biri o'rtasida raqobat bo'lib keluvchi ikkita katta franšiza. PUBG muxlislari Free Fire'ni yosh bolalar o'yini deb atashsa, Free Fire muxlislari esa PUBG'ni ko'chirmachilikda ayblashadi. Salom PUBG hamda Free Fire'chilar, men Zetsu. Bugun bu ikki mobil o'yinni absolyut farqlarini ko'rib chiqib va foydalanuvchilar qay darajada haq ekanliklarini tekshirib, yakuniy xulosa qilamiz. Albatta videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling hamda kommentariyada siz qaysi o'yinni o'ynashingizni yozib qoldiring. Biz esa boshladik. Keling bu ikki franshizani raqobatlashtirishdan avval qisqacha o'yinlarning tarixiga to'xtalsak. Aksariyat Free Fire o'yinchilarining asosiy gapi bu Free Fire PUBG dan avvalroq chiqarilgan deyishidir. Ammo bu gap qisman to'g'ri va qisman noto'g'ri. Gap shundaki, PUBG ya'ni PlayerUnknown Battleground o'yini Free Fire dan anchagina oldin PC device'lar uchun taqdim etilgan Battle Royale janridagi o'yin. Ushbu PUBG PC dan ilhomlangan 111 Dot Studio hamda Garena kompaniyalari 2017-yilning 4-dekabrida Android hamda iOS qurilmalari uchun yangi Battle Royale janridagi mobil o'yinni ommaga taqdim etdi va uni nomi Free Fire edi. O'yin relizi kutilganda ancha omadli keldi. Garchi o'yinning grafikasi hamda fizik jihatlari unchalik talabga javob bermasa ham, gamerlar tomonidan iliq qarshilandi. O'yin syujeti oddiy, 50 ta o'yinchi 10 daqiqa davomida omon qolish uchun kurashadi. Free Fire yaratilganda uning eng oqsoq tomoni bu baglarida edi. 2017-yil reliz qilingan Free Fire'da naqd 30 dan ortiq buglar aniqlangan. Razrabochiklar ularni qisman to'g'riladi, ammo ayrim buglar hozir ham saqlanib qolgan. Grafika esa o'sha pastligicha qoldi. Free Fire'ni bunchalik kamchiliklar bilan o'sha vaqtlarda ommabop bo'lib ketishiga sabab bu mobil device'lar uchun chiqarilgan yagona Battle Royale janridagi o'yin ekanligida edi. O'yinning asosiy kartalari Bermuda, Kalahari va boshqa kartalar. Oradan bir yil o'tib esa Battle Royale janrini butun dunyoga tanitgan o'sha shedevr franšiza PUBG 2018-yilning 19-mart sanasida Tencent Games kompaniyasining Lightspeed Studio tomonidan Android hamda iOS qurilmalari uchun reliz qilindi va ko'p o'tmay kutilganidek mashhurlikka erishdi. Buning asosiy sababi Free Fire ga qaraganda kuchaytirilgan grafika, realistik atmosfera hamda sezilarli darajada o'zgargan gameplay edi. Franšiza yaqinda reliz qilinishiga qaramay, unda deyarli buglar yo'q edi. Mabodo bug aniqlansa, razrabochiklar ularni zudlik bilan to'g'rilashardi. PUBG esa har yangilanishdan so'ng yanada yaxshilanib borar edi va muxlislar qiziqishi ortib borardi. Umumiy PUBG loyihasining eng to'g'ri qarori aslida mobil versiyani ishlab chiqarilganida edi. Chunki PUBG PC chiqishi bilan Steamda 2 milliondan ortiq nusxada sotilgan bo'lsa ham, o'yinning kelajagi yo'q edi. Chunki Battle Royale janrida uning raqobatchilari Fortnite hamda Call of Duty Warzone anchagina kuchli edi. Ya'ni yaxshi kompyuteri bor odam PUBG ni o'ynagandan ko'ra Fortnite ni o'ynashni afzal deb bilgan. O'yin syujeti Free Fire ga qaraganda uzunroq, ya'ni 100 ta ishtirokchi eng kamida 30 daqiqa davomida tirik qolish uchun kurashadi. O'yinning nomdor kartalari Erangel, Sanok, Weekendi va boshqa kartalar. Albatta bu o'yin o'ynovchilarida bir savol tug'iladi. Qaysi o'yin ommabop? Bu savolga esa quyidagicha javob berish mumkin. Agar biz O'zbekiston miqyosida olib qarasak, PUBG allaqachon xalq o'yini bo'lishga ulgurdi. Lekin O'rta Osiyo miqyosida olib qarasak, Free Fire ommaboproq bo'ladi. Chunki Free Fire ning o'ynovchilari asosan yosh bolalar hamda kuchsiz telefon ishlatuvchilar hisoblanadi. Free Fire 1 milliard marta yuklangan, PUBG esa 500 million deydigan Free Fire'chilar diqqatiga 2024-yilda PUBG ham rasman yuklanishlar soni 1 milliardga yetkazildi. Free Fire O'rta Osiyodagi PUBG Mobile'ga nisbatan ommaboproq franšiza bo'lsa ham, PUBG son emas, sifat kuchli. Shuning uchun ham hozir kibersportning asosiy bo'limlaridan biriga aylanib ulgurdi. Ikki o'yin ham ochiq onlayn o'yin bo'lganligi uchun ham albatta ularning miravoy turnirlari mavjud. PUBG ning miravoy turniri bu PMGC, ya'ni PUBG Mobile Global Championship turniri hisoblanadi va umumiy turnir jamg'armasi narxi 3 million AQSh dollarini tashkil etadi. Bu turnir 2 xil saralash o'yinlari hamda grand finalni o'z ichiga oladi. Oxirgi marta bu turnirda Janubiy Koreyaning Diplos jamoasi g'oliblikni qo'lga kiritdi. Free Fire o'yinidagi global miqyosdagi turnir bu Free Fire World Series bo'lib, umumiy turnir jamg'armasi 2 million AQSh dollarini tashkil etadi. Ushbu turnirning oxirgi chempionlari bu Fluxo jamoasi hisoblanadi. Endi esa o'yinlarning jiddiy farqlari, fizikasi hamda
hamda grafik holatlariga to'xtalamiz. Birinchidan grafika, ya'ni tasvirlash sifati. PUBG ning grafika sifati realistik kompyuter hamda mobil devicelarda HD va UHD formatlarni qo'llab-quvvatlaydi. Free Fire'da esa grafika past, oson va vizual ko'proq chiroyli ranglar ishlatilgan. Ikkinchidan muhit. PUBG da muhit haqiqiy hayotga yaqin, atrofda haqiqiy follar va haqiqiy binolardan iborat. Free Fire'da muhit esa soddalashtirilgan, lekin jonli va ko'zga yoqimli qilib ishlangan. Uchinchidan qahramonlar animatsiyasi. PUBG da realistik yugurish, sakrash, turtish tabiiy ishlangan. Free Fire'da animatsiya osonlashtirilgan, o'yinbob, sayoz ko'rinishda. To'rtinchidan grafik sozlamalari. PUBG keng diapazonda low'dan Ultra HD gacha ishlaydi. Free Fire esa kamroq variantlarda, lekin zaif qurilmalarda ham ishlaydi. Fizikasi, ya'ni harakat va reaksiya mexanikasi. Birinchi otish fizikasi. PUBG realistik ballistika mavjud, ya'ni o'q uchishi, pasayishi, shamol ta'siri. Free Fire'da esa ballistika mavjud emas. Ikkinchidan transport harakati. PUBG da og'irlik, sirpanish, zarba kuchi barchasi haqiqiy hayotga yaqin. Free Fire'da esa oddiy harakatlar ko'proq arkada usulda. Uchinchidan zarba tizimi. PUBG da tana joylariga qarab har xil zarba, headshot, body shot bo'lsa, Free Fire'da esa juda oddiy va tezkor zarba hisoboti mavjud. Albatta, bu ikki o'yinning o'ziga tegishli virtual valyutalari bor va o'yindagi aksariyat qimmatbaho narsalar shu valyutalarga alishtiriladi. Free Fire'ning virtual valyutasi bu Diamonds, ya'ni olmoslar bo'lsa, PUBG ning virtual valyutasi bu Unknown Cash, qisqasi UC hisoblanadi. Foydalanuvchilar esa olmoslar yoki UC evaziga personajlar ochishadi, Royal Pass yoki Elite Passlarni sotib olishadi, turli xil qimmatli skilllar olishadi. Bu ikki valyuta narxlariga keladigan bo'lsak, hozirgi vaqtda 100 ta olmos narxi $1, o'zbek so'mida esa 12853 so'm bo'lsa, 60 UC ning narxi $0.89, o'zbek so'mida 11153 so'mni tashkil etadi. Bu yerda yirik farq shundaki, PUBG da hech qanday donatlarsiz ham akkauntlaringizda redki va chiroyli skilllar bo'lishi mumkin, ammo Free Fire'da unaqa emas. Akkaunt yaxshi bo'lishi uchun unga donat qilishingiz lozim. O'yinlar realistikasi, ya'ni haqiqiy hayotga yaqinligi ham juda katta farqlar bor. PUBG Mobile'da tog'lar, atrofdagi uy-joylar, binolar juda ham realistik qilib ishlangan. Undan tashqari ob-havo, quyosh chiqishi, yomg'ir yog'ishi, tumanli havo barchasi mavjud va bu o'yinga kino atmosferasini beradi. Free Fire'da esa muhit karton janrida binolar, daraxtlar oddiy ishlangan va juda yorqin ranglar ishlatilgan va bu o'yinga fantastik atmosferani berib turibdi. Detallar jihatdan ham PUBG oldinda. PUBG da barcha qurollar real hayotdan olingan va ularning otishi, o'qlash detallari ham har bir qurol uchun alohida ishlangan. Free Fire'da esa qurollarning ko'pi xayoliy mahsulda o'ylab topilgan, fantastik va futuristik uslubda va animatsiyalar ham umuman bosh qotirilmagan. Endi esa bemalol raqobat asoslariga to'xtalsak bo'ladi. Free Fire'chilarning ko'p hollarda PUBG ni ko'chirmachilikda ayblashadi. Oddiy misol 3.8-obnovleniya Attack on Titan bilan bo'lgan kollaboratsiya. Bu anime bilan avvalroq Free Fire kollaboratsiya qilgan ekan va natijada igroklar o'rtasida ziddiyat hodisa paydo bo'ldi. Aslida bu qanchalik to'g'ri? Afsuski, PUBG ni ko'chirmachilikda ayblash xato. Chunki kech hamkorlik bo'ldi degani bu ko'chirildi degani emas. Chunki bu anime faqat PUBG emas, balki boshqa o'yinlar bilan ham kollaboratsiya qilgan. Ko'pchilik PUBGchilarning gapi esa Free Fire yosh bolalar o'yini deyilishida. Bunga sabab esa o'yin sodda va kuchsiz telefonlar uchun chiqarilganligi hamda past interfeysga egaligi va eng katta sabab foydalanuvchilarning ko'p qismi yosh bolalar ekanligida. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, ikki o'yinning ham o'ziga yarasha auditoriyalari yetarlicha ko'p. Yuqoridagi neytral fikrlarni inobatga olib xulosa qilish mumkinki, agar siz Battle Royale janriga qiziqsangiz va haqiqiy action, realistik, qisqasi o'ta qoniqarli o'yin xohlasangiz va eng muhimi kuchli devices bo'lsa, unda PUBG siz uchun ideal tanlov. Yoki agar siz bu janrdagi o'yinlar o'ynashga qiynalsangiz va eng muhimi devicingiz slabi bo'lsa, unda Free Fire siz uchun ideal tanlov. Qisqasi bugungi video shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalga obuna bo'ling va kommentariyada siz qaysi o'yinni o'ynashingizni yozib qoldiring. Qisqa vaqt ichida sizlar bilan Zetsu bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.